Prezidentskiy trassa, Center Lunacharsky, joyi yaxshi tanidinglar. Mana shu birinchi liniyada turgan mana shu joyimiz. Bu fasad qismi 17 metr bo'ladi, ichkariga 33 metr. Endi pastga ko'ramiz. Bu xonadonimizga основной shunda mana trassaning yonidan kirib kelinadi. Ko'ryapsizlar, uglovoy joy, o'rtoqlar mana shu holati. Mana fasad qismimizning bunaqasiga 17 metr bo'ladigan bo'lsa, pastga 33 metr, imindan mana shu burchakning o'zi bo'ladi. Endi ichini ko'ramiz. Bu xonadonimizga kirib kelish qismi bo'ladi. Hozirgi holatda yashab turilgan holatda turibdi uyimiz. Bu hovlisini ko'rinishi, bu zaborga e'tibor bersanglar, bu zaborni olib tashlasanglar ham bo'ladi yoki shundoq ikkiga bo'lib ikkita xonadon sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Hozir u xonadonni ko'rishdan oldin bitta narsani aytib o'tay sizlarga. Bu joy buziladigan joy emas. Xohlasanglar gostinitsa qursanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar mana bu dom kottej qurib sotadiganlar uchun zo'r imkoniyat. Xonalar soni zaborni bu yoq qismida 6 ta xona, bu qismida 5 ta xona. Ko'ryapsizlar, jami 11 ta xona. Uyimizning holatini ko'rdinglar. Bu joyi xohlasanglar buzib qursanglar ham bo'ladi. Mehmonxonami, biznes, под любой biznesga yuradi. Xohlasanglar mana shundan dang'illama uchastka qurib yashasanglar ham maza qiladigan joyi. Narxiga keladigan bo'lsa, jami kadastr bo'yicha 565 sotuvga 550 ming dollar so'ralyapti. Ozroqgina kelishtiriladigan joyi bor. Pastda nomerlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, joyi ko'rsatib baraka qo'yamiz. Hayotgacha podpiska tashlab qo'yishni unutmang.